Bu inson drift bilan nafas olardi. Unda nomus bor edi, qo'rqmasdan yurar, tezlikni sevar, yo'lda esa gapi o'tardi. Bu Georgiy Tevzadze. Rul ortidagi dahshat, ko'chalardagi shovqinli afsona. 1987-yil Tbilisi, Kavkaz tog'lari bag'ridagi bu shaharda tezlikni his qilgan bola tug'ildi. U tasodif emasdi, taqdir uni rulga yetaklagandi. U yoshlikdan driftga qiziqqan, ilk harakatlari o'sha paytdayoq boshlangan. U va uning G34 M5 BMWsi ajralmas duet edi. 308 litrli o'rtacha motor, lekin uning qo'lida bu temir jonli bir maxluqqa aylanardi. Aynan shu mashinada u shahar ko'chalarini sahnaga aylantirdi. Gruziya ko'chalari uni tanirdi. Uning haydash uslubi ko'chalarda balet kabi harakat edi. Driftdagi yulduz, lekin ro'yxatda yo'q chempion edi. Unga studiya kerak emas edi. Uning sahnasi Tbilisi ko'chalari edi. U qanday haydasa ham millionlab insonlar hayratda qolardi. Uning videolari internetda portlatdi. Xavfli burilishlar, tiqilgan harakatdagi lazzat. Bu professional trassa emas, lekin harakat har bir kadrda tuyulardi. U hech qachon intervyu bermadi. U haqida film ham chiqmagan, lekin u haqida hamma gapiradi. Sababi u ko'rsatdi, gapirmadi. Birinchi video internetda paydo bo'lganda insonlar ishonmadi. Bu kadrlar filmdan deb o'ylashdi, lekin bu real hayot edi. Uning haydash uslubi bu shunchaki drift emas, bu san'at, xavf, hissiyot va nazoratning ideal uyg'unligi edi. Hech qanday xato, hech qanday qo'rquv, faqat o'zi, mashinasi va yo'l. Bir necha hafta ichida videolari millionlab ko'rildi. Gruziyadan boshlab butun dunyo shov-shuvga tushdi. Uning nomi aytilmasa ham G34 M5 bilan qilinayotgan driftlar orqali tanilib bordi. Tezlikni his qilishni, jasorat va harakatni sevuvchilar uchun u ilhomga aylangandi. Hamma u o'lmas deb o'ylardi, chunki u imkonsiz harakatlarni amalga oshiradigan inson edi. 2013-yil iyun, Gruziya Tbilisi, Georgiy Tevzadze BMW G34 M5 da halok bo'ldi. Mashina boshqaruvini boshqa inson qilgani aytildi. U esa yo'lovchi o'rindig'ida edi. Motor to'xtadi, lekin afsona qalblarda qoldi. Xotiralar haligacha toblanadi. U qonun emas, yo'l qoidasini buzish uchun emas, his qilish uchun haydardi. Har bir burilishida hayajon, har tormozda sevgi bor edi. Unda haydovchi emas, san'atkor yashardi. Georgiy Tevzadze yo'llarning shohi emas, ruhini his qilgan odam. Birgina rul bilan ko'chalarni zabt etdi. Abadiy xotiralarda qoldi. Georgiy bu nom emas, tuyg'u. Ba'zilar haydaydi, ba'zilar tarix yozadi. Georgiy Tevzadze tarix yozganlardan edi. Men bu videoni afsonani xotirlab deb atadim.